Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Tramp Putinning Ukrainadan tashqariga ham ko'z tikkanini istisno etmadi. Medvedev: Yevropa ittifoqi Rossiya uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Isroil-Eron urushi Rossiya-Xitoy gaz quvuri g'oyasini jonlantirdi. VCG. Tramp AQShning Eronga bergan zarbalarini Hirosima va Nagasaki bilan taqqosladi. Bolasini maktabga bermagan migrantlar Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Fransiyaga to'fon yopirildi, halok bo'lganlar bor. Tramp Putinning Ukrainadan tashqariga ham ko'z tikkanini istisno etmadi. Trampga Putinning hududiy ambitsiyalari Ukrainadan tashqariga ham yoyilishi mumkinligi haqidagi savol berildi. U menimcha bu ehtimoldan xoli emas deya javob qaytardi. Shuningdek, Tramp Putin urushdan chiqish va kelishuvga erishishni xohlayotganiga ishonch bildirdi. U yaqinda Putin unga qo'ng'iroq qilib Eron masalasida yordam taklif qilgani, ammo Tramp undan ko'ra Rossiya bilan bog'liq masalalarda yordam berishni afzal ko'rganini aytdi. Menimcha u boshi berko'chaga kirib qolgan. To'g'risi, men hayratdaman. Buni oson hal qilamiz deb o'ylagandim, dedi Tramp. Tramp prezidentlik lavozimiga qaytganidan buyon 5 oy ichida Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha saylov oldi va'dasini nima uchun bajarmayotgani haqidagi savolga javob berdi. Unga ko'ra, Putin juda murakkab shaxs bo'lib chiqqan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham muammolar yuzaga kelgan. Tramp rus hamkasbi bilan yana gaplashmoqchi ekanini qo'shimcha qildi, ammo qachonligi aniqlashtirilmadi. Yevropa ittifoqi Rossiya uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Hozirgi Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasi uchun Shimoliy Atlantika alyansidan kam xavf tug'dirmayapti. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev ma'lum qildi. Bugungi kunda bir vaqtlar Yevropa ko'mir va po'lat hamjamiyati negizida yaratilgan sobiq Yevropa ittifoqi mohiyatan mavjud emas. Bu siyosatlashgan globalist, ma'lum vaqtdan beri esa qattiq rusofob tashkilot. Rossiyadan qasos olishni orzu qilgan tashkilot, deb yozdi Medvedev Telegram kanalida. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, yevropalik siyosatchilar Yevropa kuchlari o'rtasida urushlar va kelishmovchiliklarni istamaydigan iqtisodiy gigant sifatida Yevropa ittifoqi g'oyasini butunlay yo'q qildi. Endi uning asosiy mafkurasi rusofobiya bo'lib, ular mayda muammolarni hal qilish uchun xayoliy Rossiya tahdidini yaratdi. Asta-sekin lekin ishonchli tarzda Yevropa ittifoqi o'zini o'zi ta'minlaydigan harbiy blokka aylanmoqda deb hisoblaydi Medvedev. Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi alohida maqsadni ham ko'zlamoqda. Kiyevni Rossiya uchun daxlsiz bo'lib qoladigan darajada qurollantirish. Bugungi kunda Bryussel Rossiyaning haqiqiy dushmanidir. Bunday buzuq shaklda Yevropa ittifoqi bizga Shimoliy Atlantika alyansidan ham kam xavf tug'dirmaydi. Shuning uchun hamma joyga qo'shiling, ammo NATOga emas degan xotirjam shiorni o'zgartirish kerak, dedi Medvedev. U Yevropa ittifoqi Rossiya uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekanligiga e'tibor qaratdi. Biz bunga shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Har holda uning bizga bo'lgan yondashuvlari o'zgarmaguncha, deya ta'kidlagan siyosatchi. Medvedevning fikricha, Ukrainaning Yevropa ittifoqiga ehtimoliy kirishi ham mamlakat uchun xavf tug'diradi. Bu xavfni ikki yo'l bilan cheklash mumkin. A. Yo Yevropa ittifoqining o'zi Kiyev Kavkazi davlat prinsipial jihatdan unga kerak emasligini tushunishi kerak. B. Yoki Yevropa ittifoqiga hech kim qo'shilmasligi lozim, deb ta'kidlaydi u. Isroil-Eron urushi Rossiya-Xitoy gaz quvuri g'oyasini jonlantirdi. VCG. Xitoy Rossiyaga haddan tashqari energetika qaramligidan xavotirlanishiga qaramay, Rossiya tabiiy gazini to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish uchun Sibir kuchi 2 gaz quvurini qurish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlashga tayyor. Bu haqda Xitoy manbalariga tayanib Wall Street Journal xabar berdi. Sibir kuchi 2 gaz quvuri loyihasi narxlar va egalik shartlari bo'yicha bahslarda qolib ketgan. Gazeta bunday qurilish masalasida Moskva va Pekin o'rtasidagi munosabatlarning fonini taqdim etadi. Biroq Isroil va Eron o'rtasidagi urush Xitoy rasmiylariga Yaqin Sharqdan neft va gaz yetkazib berish ishonchliligini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ldi. Chunki ular bu davlatlar o'rtasidagi mo'rt sulhga ishonmaydi, deyiladi maqolada. VCG tomonidan keltirilgan Rising Energy Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy o'zining suyultirilgan gazining qariyb 30%ni Qatar va Birlashgan Arab Amirliklaridan Eron urush paytida yopish bilan tahdid qilgan Hormuz bo'g'ozi orqali import qiladi. Harbiy vaziyatning beqarorligi va oldindan aytib bo'lmaydiganligi Xitoy rahbariyatiga
quruqlikdagi quvurlar orqali barqaror yetkazib berish geosiyosiy afzalliklarga ega ekanini ko'rsatdi. Rossiya bundan foyda olishi mumkin, deydi Xitoy-Rossiya munosabatlari bo'yicha ekspert Aleksandr Gabuyev. VCG manbalari, shuningdek, Pekin AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiya va Xitoy orasidan olam mushuk o'tkazishga urinayotgani fonida Moskva bilan munosabatlarni mustahkamlashdan manfaatdor ekanini va muzlatilgan quvur qurilishining qayta tiklanishi bu aloqalarni mustahkamlashga yordam berishi mumkinligini da'vo qilmoqda. Bloomberg agentligining 7-may kuni xabar berishicha, Rossiya prezidenti Putin va Xitoy raisi Si Szinpin G'alaba kunini nishonlash uchun Si Szinpinning Moskvaga tashrifi chog'ida Sibir kuchi 2 gaz quvuri qurilishini yana bir bor muhokama qilishga kelishib olgan. Putinning Xitoyni Rossiyadan har yili qo'shimcha 50 milliard kub metr gaz sotib olishga ishontirishga bo'lgan ko'p yillik urinishlari samarasiz bo'ldi, ammo hozir Pekin uni yarim yo'lda kutib olishga tayyor, deb yozgan Bloomberg. Tramp AQShning Eronga bergan zarbalarini Hirosima va Nagasaki bilan taqqosladi. AQSh prezidenti Donald Tramp yaqinda Eron yadro obyektlariga berilgan avia zarbalariga izoh berar ekan. AQShning Ikkinchi jahon urushi davrlaridagi harakatlariga tarixiy o'xshashlik keltirdi. Bu haqda New York Times xabar bermoqda. AQSh prezidenti Gaagada so'zlagan nutqida Eronga berilgan zarbalar, uning fikricha, bir paytlar yadro zarbalari Yaponiya bilan urushni tugatgani kabi Tehron tahdidiga ham barham berganini ta'kidlagan. Bu zarba bilan muvaffaqiyatga erishmadikmi? Bu zarba urushni tugatdi. Ular buni amalga oshirish uchun trillionlab dollar sarfladilar va eplab bo'lmadilar. Biz esa hozirda ular bilan juda yaxshi munosabatdamiz, dedi Tramp. U AQShning harakatlarini Ikkinchi jahon urushi davridagi tarixiy voqealar bilan solishtirgan. Men Hirosima misolini keltirmoqchi emasman, Nagasaki misolini ham keltirmoqchi emasman, lekin bu mohiyatan o'sha urushni tugatgan narsa edi. Bu urushga chek qo'ydi. Agar biz shunday qilmaganimizda, ular hozir ham urushayotgan bo'lardi, dedi AQSh prezidenti. Trampning fikricha, Eron hozirda biror narsani boyitishni emas, balki tiklanishini istayapti. Tehronning yadro dasturi Amerika bombardimonlari natijasida 10 yillab orqaga surildi, deya ta'kidladi Oq uy rahbari. Shuningdek, prezident eronliklarning o'z obyektlaridan materiallarni, jumladan uranni olib chiqib ketishga vaqti bo'lganiga ishonmasligini aytgan. Chunki AQSh tez harakat qilgan. Oq uy rahbari, agar Tehron uranni boyitish dasturini tiklasa, AQSh qo'shinlari yangi zarba berishini ta'kidlagan. Bolasini maktabga bermagan migrantlar Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Rossiya prezidenti huzuridagi Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Valeriy Fadeyev farzandlari rus maktablarida o'qimaydigan mehnat muhojirlarining oilalarini chiqarib yuborishga chaqirdi. Fadeyevning bayonoti 25-iyun kuni kengash matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiya Federatsiyasida yashovchi 785.593 nafar voyaga yetmagan xorijiy fuqarolarni hisoblagan, ammo ulardan faqat 192.254 nafari Rossiya muassasalarida ta'lim olayotganlari ro'yxatga kiritildi. Rossiya Federatsiyasidagi chet ellik bolalarning umumiy soni maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z ichiga oladi, deydi Fadeyev. Shunga qaramay, u qolgan voyaga yetmaganlarning kamida 300.000 nafari rus maktablarida o'qishi kerak deb hisoblaydi. Inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 43-moddasi va Rossiya Federatsiyasi Oila kodeksining 63-moddasiga ishora qildi. Unga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida yashovchi barcha ota-onalar farzandlarining umumiy ta'lim olishini ta'minlashni talab qiladi. Xuddi shunday talablar Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonda ham amal qiladi. Biroq bu davlatlardan Rossiya Federatsiyasiga kelgan muhojirlar farzandlarini maktabga yuborishni shart deb hisoblamaydilar, deydi Fadeyev. Uning fikricha, bu Rossiya hududida bo'lgan 100 minglab bolalar huquqlarini buzadi. Agar chet ellik fuqarolari qabul qiluvchi davlat qonunlariga rioya qilish niyatida bo'lmasa, ular ortga qaytsin. Kelib chiqqan davlati esa ularning farzandlarining ta'lim olish huquqini ta'minlaydi, deydi rasmiy. Ayni paytda Fadeyev Rossiyadan bolalarni maktabga bormayotgan mehnat muhojirlarning oilalarini chiqarib yuborishga chaqirar ekan, faqat Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini tilga oladi. Ichki ishlar vazirligi keltirgan ma'lumotlar esa Rossiya Federatsiyasidagi barcha voyaga yetmagan xorijliklarni qamrab oladi. Fransiyaga to'fon yopirildi, halok bo'lganlar bor. Fransiyaga to'fon yopirildi. Tabiiy ofat oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 17 kishi jarohatlandi. 100 mingdan ortiq uy elektr ta'minotisiz qoldi. 25-iyun oqshomida Fransiyaning ko'plab hududlarida kuchli shamol bilan momaqaldiroq kuzatildi. Mamlakat shimoli-g'arbidagi Mayen shahrida 59 yoshli erkak kvadra velosiped haydab ketayotib, daraxt yo'lga qulashi oqibatida halok bo'ldi. Janubdagi Tarn-i-Garonna shahrida 12 yoshli bola daraxt qulagandan so'ng daryoga tushib ketib vafot etdi. Yana 17 kishi jarohat olgan.
Mamlakat bo'ylab 100 mingdan ortiq uy elektr ta'minotisiz qoldi. Poyezdlar qatnovi to'xtatildi. Shamolning tezligi soatiga 112 kilometrga yetyapti. Parijda 50 ga yaqin daraxt qulab tushdi, bir qancha metro bekatlari yopilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.